الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akalarimiz Va alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh. juda muhim masalalarni bizga eslatib o'tdi. Islom akamiz shu ijtimoiy tarmoqlarda harakat qilishni ahamiyati qancha muhim ekanligini eslatdi. Alloh birodarimizdan rozi bo'lsin. Muhammadiy akamiz ham sahobalar hayotlaridan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan muhim jihatlarni bizga eslatdi va bu yo'lda harakat qilish qancha muhim ekanligini va nafaqat muhim, balki bu Alloh subhanahu va taolodan bizga yuklagan bir buyuk mas'uliyat, farz ekanligini ham eslatib o'tishdi. Alloh bu birodarlarimizdan ham rozi bo'lsin. Eslatganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo aytayotgandek, vazakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin deyapti. Eslatinglar, albatta eslatishda mo'minlar uchun manfaat bor deganiga biz bu so'zlar haq ekanligini mana shohidi bo'lib turibmiz. Akalarimiz eslatgandan keyin biz haqiqatan manfaat oldik. Alloh bu akalarimizdan rozi bo'lsin. Men ham oz bo'lsa ham bir ba'zi Alloh subhanahu va taoloni so'zlarini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida xabar bergan jihatlarini ozgina bo'lsa ham eslatib o'tmoqchi. Avval o'zimga taalluqli, keyin sizlarga. Bugungi kunda mana ko'ryapmiz, eshityapmiz. Dushman va dushmanga malay bo'lgan insonlar shu biz oldimizda qo'ygan g'oyamizga, islomiy hayotni qayta hayotga olib kelishga bor kuchi bilan kurashayotganligini ko'ryapmiz va bunga shohidmiz. Ham o'zi bor kuchini, bor imkoniyatlarini sarflayapti va bunga malay bo'lgan insonlar ham tinmasdan, kecha kunduz demasdan harakat qilayotganligini hammamiz ko'ryapmiz, eshityapmiz va bunga shohidmiz. Shu asnoda ko'proq biz eshitamizki, bular shu islomiy davlatni, xilofatni tiklamoqchi. Bular 50 tadan oshiq davlatlarni bitta davlatga birlashtirib, buni idora qilmoqchi va shunga o'xshagan ko'p so'zlarni eshitamiz. Bunga ilovatan bular bu imkonsiz ish, bu bo'lmaydigan ish, bu vaqtlarida bo'ldi, 30 yil bo'ladi va bo'lib o'tdi, endi buni Mahdiy kelganda qiladi va hokazo degan gaplar bilan ummatni mana shu haq yo'ldan ag'darish uchun, chalg'itish uchun ular harakat qilyapti. To'g'ri, bu islom davlatini qayta hayotga olib kelish oson ish emas. Buni oldida ko'p qiyinchiliklar borligini biz ko'ryapmiz. Qancha birodarlarimiz shu yo'lda shahid bo'lib o'tdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Qancha birodarlarimiz qamoqxonalarda yillar davomida o'tirib kelyapti. Qancha musulmon birodarlarimiz, aka-ukalarimiz muhojirlarda yuribdi. O'zini uyini, o'zini joyini tashab muhojir bo'lib, g'arib bo'lib yurganligini ko'ryapmiz. Lekin mana shu hamma qiynoqlarga qaramasdan biz ummatga Alloh subhanahu va taolo bizga bergan va'dasini eslatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Alloh subhanahu va taolo mana shu muborak oyatida bizga va'da beryapti. Iymon keltirganlar va solih amallarni qilgan bandalariga va'da beryapti va ta'kidlab va'da beryapti. Albatta sizlardan iymon keltirganlar va solih amallarni qilganlarga va'da berdim. Ularni yer yuzida xalifa qilib qo'yishdi. Ulardan oldingilarni qanday xalifa qilib qo'ygan bo'lsam, sizlarni ham xalifa qilib qo'yaman. Bu Allohning va'dasi va biz bilamiz. Va'dalloh la yuxlifullohu va'da. Alloh va'da berdimi, hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Biz mana shu odamlarga aytamiz, ummatga murojaat qilamiz. Ey musulmon ummati, ey birodarlar, bu Allohning va'dasiga ishoninglar. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Albatta biz mana shu yo'lga harakat qilsak, albatta Alloh nusratini beradi. Albatta biz g'oyamizga yetib boramiz. Shak shubhasiz. Bunga ilovatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga bergan bashoratni eslatib o'taman. Takunu nubuwwatu fikum ma shaa Allohu an takun. Thumma yarfa'uha Allohu idha sha'a an yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah. Fatakunu ma shaa Allohu an takun. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. Mana bu muborak hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlariga bashorat beryapti. Dinimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan boshlaganliklarini biz bilamiz. U kishidan keyin sahobalar bu ishni yaxshilik bilan ado qilganligini ham bilamiz. Undan keyin podsholik bo'lganligini ham biz bilamiz. Undan keyin biz yashayotgan davrda biz shohid bo'lib turibmiz. Jabr qiluvchi, zulm qiluvchi hokimlar davrida yashayapmiz. Lekin bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana xilofat, payg'ambarlik minhojiga qaytishini bizga bashorat berdi. Biz bunga iymon keltirgan va bilamizki Alloh subhanahu va taolo bizga xabar berdi. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bu kishi hech qachon o'z havoyi nafslaridan gapirmagan. Gapirgan bo'lsalar Alloh vahiy qilgan narsadan gapirgan. Mana shu muborak oyat va bu muborak Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda bergan bashorat bizga umid paydo qilish kerak. Qancha kofir bu islom davlatini, musulmonlarni birlashtirishini, Allohning so'zini, kalomi olib bo'lishini oldini olishga harakat qilmasin, qancha kuch sarflamasin, Allohning so'zi olib bo'ladi. Biz musulmonlar sahobalarga o'xshagan aytishimiz kerak. Nahnu muslimun nu'minu bi va'dillahi subhanahu va ta'ala. Biz Alloh bergan va'daga iymon keltirgan insonlar biz. Va nusaddiqu bushra rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Biz Rasululloh bergan bashoratni tasdiq qiluvchi musulmonlar biz.
Shu uchun ونعمل مع الأمة الإسلامية ومن خلالها لإعادة الخلافة من جديد. O'sha uchun biz ummat bilan birga mana shu islomni xilofati yana qaytadan hayotga olib kelishga bel bog'laganmiz, harakat qilamiz. ونحن مطمئنون بتحقيق ذلك. O islom hayotga qayta kelishidan biz qalbimiz xotirjam. Faqat Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilamiz. An yukrimana bi iqomatil xilafa. Mana shu sharafni Alloh subhanahu va taolo bizga nasib qilsin. Va an nakuna min jundiha. Mana shu davlatni lashkaridan bo'lishga Alloh subhanahu va taolo bizga nasib qilsin. Narfa'u royataha bi khayrin va ala khayr. Tavhid royasini ko'tarishga va uni yaxshilikdan yana yaxshilikka olib ketishga Alloh bizga nasib qilsin. Va nantaqilu biha min nasrin ila nasr. Allohning nusratidan ikkinchi nusratga o'tishga Alloh bizga nasib qilsin. Va ma zalika alallohi biaziz. Bu ishlar Allohga oson. Shulardan kelib aytamanki, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Mana shu oyat nihoyatda bizni ogohlantiryapti. Kimda ilmi bo'lsa, kimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga bergan va Rasululloh bizga ummatlariga yetkazgan hidoyatni ozginasidan xabardor bo'lsa ham, buni yetkazishga e'tibor qaratish kerak. Buni olgandan keyin odamlarga yetkazishga e'tibor qaratish kerak. Buni yetkazmasdan o'zini ichiga saqlab qolsa, buni egasiga topshirmasa, Alloh subhanahu va taoloning azobini kutish kerak. Alloh haq kelgandan keyin uni yashirganlarni la'nat qiladi va la'nat qiluvchilar la'nat qiladi. Sizga Alloh tomonidan nozil bo'lgan mana shu kitobni, mana shu islomni odamlarga yetkazing deyapti. Savol chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishiga nozil bo'lgan risolatni yetkazmadimi? Yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu risolatni yetkazishga sustlik qilishdimi? Albatta biz aytamiz, yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu omonatni to'lig'igacha ado qilishdi. Lekin nima uchun Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik deyapti. Ulamolar aytayapti, bu risolatni odamlarga yetkazishga qancha ahamiyati og'ir ekanligini, muhim ekanligini Alloh eslatyapti. O'sha uchun o'zini habibiga, bizni habibimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga balligh ma unzila ilayka min robbik degandan keyin buni qancha muhim ekanligini, da'vatga sustkashlik qilmasligini biz tushunib yetishimiz kerak akalar. Bunga o'xshagan boshqa oyatda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytayapti. Ya ayyuhan nabiy ittaqillah. Ey payg'ambar, Allohdan taqvo qilgin deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taqvoga yetadigan yer yuzida qiyomatgacha inson bo'ladimi? Bo'lganmi? Biz aytamiz, yo'q. Innahu imamul muttaqin. Innahu imamul mujahidin. U muttaqinlarni, mujohidlarni
da'vatchilarni imomi, peshvosi bo'lgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytamiz. Lekin shunga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo Allohdan taqvo qiling deyapti. Xuddi aytib o'tgan oyatga o'xshaydi. Rasulullohga taqvo qiling deganda biz mana shu oyatdan nimani tushunishimiz kerak? Bu omonatni egasiga topshirishga Allohdan taqvo qilishimiz kerak. Taqvo nima? Biz buni bilamiz. Taqvo Alloh subhanahu va taoloning barcha bergan buyruqlarini bajarish va barcha qaytargan ishlardan inson uzoq bo'lish. Taqvo Sayyidush shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib va rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu va nahahu faqatala. Mana shu taqvo bitta jabr qiluvchi zolim Allohning dinini, Allohning kitobini, islomni chekkaga surib, demokratiyani tatbiq qilayotgan hokimlardan, ularga malay bo'lib xizmat qilayotganlardan qo'rqmasdan haqni ochiq bayon qilish, yetkazish mana shu taqvodir. Alloh yo'lida malomat qiluvchilardan qo'rqmasdan Allohning dinini birinchi o'ringa qo'yib qo'yib, din g'amida bo'lish bu taqvodir. O'sha uchun akalar, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Qattiq gapirgan bo'lsam uzr. Birlashib Alloh dinini oliy qilishga harakat qilaylik. Bugungi dunyoda bo'lib o'tayotgan voqeadan hammamiz ogoh. Inshaalloh Alloh izni bilan Alloh bergan va'dasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bergan bashoratlari yaqinlashib kelayotganligini biz ko'ryapmiz. O'sha uchun mana shu buyuk savobdan, ajrdan mahrum bo'lmasdan mana shu buyuk sharafga ega bo'lish uchun va qiyomat kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lish uchun astoydil harakat qilishimiz kerak akalar. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.